Esenmisiz, qadrli milletdaşlar. Şen ko'ngildan sizlar bilan ko'rishuvga bek shod. Albatta, mana shunday voqealar bor, ko'rishirga sabab bor. Shunga ko'ra, mana siz shunday motor bayramlarimizga bunda Tataristonga keldingiz. Qo'y birlari kela olmadi. Mana videodan allar bizni bilan birga biz bek shodlanib sizni bilan ko'rishirga, sizni bilan birga o'zimizdan milletimizin kelajagi turunda nisha ketib, kelajakda bizga ishlarga, narsalar ishlarga, o'zimizning dinimizni, tilimizni, urf-odatlarimizni nisha ketib saqlarga. Shunga ko'ra zo'r shu o'ylardan so'ng bizga shunday strategiyani tuzirga kerak deb shunday o'yga kelgach, bu bek zo'r xizmat, bek ko'p сөйләшүләр anda riza bo'lmagan yerlarda bo'ldi. Аңа qaramasdan mana bugungi kunda bizning shu strategiyani qabul etishga mumkinligimiz bor. Kim shu ishda qatnashdi, o'zining ishi kiritdi, ularga hammasini da zo'r rahmatimni aytasim keladi. Bek zo'r rahmat sizga. Albatta, mana bugun bizning 100 yıllık yıl boyu var. Mana tüp bizning şaralar mana bugün ertege. Marat Shakirjanoğlu'na qo'l shavigalar bek zo'r rahmat. Nima masalalarga kelib chiqsa-da, ol bizni bilan birga, ol bizga yordam etadi. Ol mana bugun da bunda bizni bilan shu zalda. Anga bek zo'r rahmat. Bizning ishimizda respublikada zo'r o'zgarishlar. Respublikada o'zgarish yasab bo'lmaydi, agarda Moskvadagi xo'jalardan, aytik bizning prezidentimizdan, Putin yog'idan, hukumat yog'idan yordam bo'lmasa, bu masalalarni ishlab bo'lmaydi. Albatta, bizning qo'y bir fikrlar to'g'ri kelmasligi mumkin. Аңа qaramasdan bizning respublika, bizning prezidentimiz yog'idan, hukumat yog'idan bek zo'r yordam ko'radi. Ularga da qo'l shavik rahmat aytaylik. Eng zo'r rahmatni sizga aytasim keladi. Mana siz hammangizda nindidir ishda o'zingizning turmushingiz bor, o'zingizning ishingiz bor. Аңа qaramasdan mana siz o'zimizning millatimiz uchun joningizni, tanangizni berib, narsa ishlab bo'la, nishlarga kerak. Mana birinchi chaqiruvga kelib jetasiz. Biz borganda bizni qarshi olasiz. Shunga ko'ra mana shunday millatdoshlar bo'lganda bizning millatimiz, dinimiz, urf-odatlarimiz yo'qolmayacak. Sizga bek zo'r rahmat.